Qariyb 300 nafarga yaqin maktab yoshidagi bolalari bor va ular har kuni 5 kilometrdan 10 kilometrga qadar bo'lgan masofani bosib, ta'lim olib kelayotgan Nishon tumanining Ko'ksay mahallasiga qarashli Xitoy qishlog'i aholisining ushbu muammosi sabab biz bu manzilda bo'ldik. Men aynan mana shu farzandimni eng yaqin maktab, hududimizga yaqin maktab degan maktabga 5 kilometrga jo'nataman. Erta bilan sahardan soat 6:30-7 da maktabga jo'nataman. Yuqori sinflarda o'qiydigan bolalarimizdan unchalik xavotirlanmaymiz, ammo boshlang'ich sinfda o'qiydigan bolalarimiz juda qiynalishyapti, deydi aholi muammo xususida gapirar ekan. Ayniqsa qishloqda daydi itlarning ko'pligi va maktabga borish uchun bolalarning serqatnov yo'lga chiqishi ular uyga qaytguniga qadar halovatimizni o'g'irlaydi, deydi ular biz bilan suhbatda. 4 ta farzandim men Xudoga shukr odam bo'ldi. Xavotir bilan 5-6 kilometrga borar edi. Qadirbaxsh maktabiga borguchi edi. Osmonga bulut chiqsa chiqarma, jo'natmaguchi edik. Yomg'ir urib qolsa izidan kiyim olib borib, olib kelgan joylarim bor, o'zim oldiga chiqib. Men endi nevaralarga ham ahvol shu. Kechiksa kelin telefon qiladi, aya nevaralar qani, yo'lga chiqamiz, kuchuk bu yog'i. Mana bu tuproq yo'l bolalarning maktabga qatnaydigan asosiy yo'li hisoblanar ekan. Uning yonidagi kanal esa doimo to'lib oqadi. Mashina o'tayotganda bolalar asosan kanal labida himoyalanishadi. Yog'inli kunlardagi loygarchilikni inobatga olganda bu ham jiddiy muammo. Katta muammolardan bittasi mana kanal. Mana shu kanal bo'yicha bo'lib ketadi. Kanal bo'ylab 4 kilometr masofada ketadi. Endi u bola o'ynaydi, bir-birini suvga tarib olishi mumkin. Uzoq yillardan buyon maktab qurilishi masalasida harakat qilayotgan aholi mas'ullar bilan bir necha bor uchrashganini ma'lum qilishar ekan. Har gal faqat va'dalar bilan ortga qaytishganini aytishadi. Ko'pchilik bo'lib bu murojaatni qildik. Rahmat. Tumanimiz hokimi kelib ko'rdi, mahallamizga keldi. Bu vaziyatdan xabardor bo'ldi. Nasib imkon qadar yordam berishga va'da berib ketdi. Lekin bu va'da berilganiga ham ancha muddat bo'lgan. Xalq ta'limi vazirligidan hech qanday yordam bo'lmayapti maktab masalasi bo'yicha-da. Odamlar eng yaqin maktab deb atashgan 29-maktabga aynan o'quvchilar yuradigan yo'l bo'ylab bordik. Yo'lning ba'zi joylarida ko'tarilgan changdan oldindagi mashina ham ko'rinmay, tavakkal harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Taxminan 15 daqiqalarda maktabga yetib bordik. Biz-ku mashinada bo'lib qiyinchilikni his qildik. Har kuni piyoda shuncha masofani bosib o'tishga majbur bo'layotgan o'quvchilar holatini esa tasavvur qilish qiyin emas. Abdulla Qodiriy hududimizga, 20-maktab Nurista shaharchamizga, Qodirbaxsh hududdagi maktablar qatnaydi bular. Haqiqatan uzoqroq bu maktablar bizning qishlog'imizdan. O'rganishlarimiz davomida tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mas'ullari qishloqda yangi maktab qurish bo'yicha ijobiy harakatlar boshlanganini aytib, bu haqda aholini ham xabardor qilishdi. Aholi murojaatlari ko'payganligi sababli o'tgan 25-yil davlat dasturiga ham taklifini beruvdik. Mablag' yetmaganligi sababli 2026-yilga qoldirildi. Hozir Islom taraqqiyot banki tomonidan 660 o'rinli maktab qurilishi rejalashtirildi. Mas'ullar keltirgan xabar odamlar ko'nglida umid chiroqlarini qayta yoqdi. Endilikda uning amaldagi natijasini ko'rsatish qoldi xolos. O'ylaymizki, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar shamoli bu manzillarga ham bo'y ko'rsatib, yaqin orada o'quvchilarning soatlab vaqti yo'lda behuda ketmasligiga va ota-onalarning xavotirlariga barham beriladi.